Men Suki Xatirwaus va bugun kechqurun biz Peronetdamiz. Bugun kechqurun biz birlashamiz. BTS yangi albomni rang bilan qaytmoqda. Koreyaning Infinity qo'shig'idan ilhomlangan bu uyga qaytish yo'lini topish haqida va bugun kechqurun barchangiz bilan aynan shu tuyg'uni baham ko'ramiz. Demak, Peronetda BTSni armiya qila oladigan yagona usulda yana kutib olaylik. Hammangiz tayyormisizlar? Tayyormisizlar? O'sha endi ularni kutib olamiz. BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook. Salom hammaga, biz BTS. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Salom. Voy, qanday ajoyib bolalar. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Yaxshi bolalar, men shunchaki fursatdan foydalanib sizlarni tabriklamoqchiman. Aytmoqchimanki, albomingiz endigina chiqdi. Biz hammamiz shanba oqshomidagi chiqishingizni tomosha qildik. Soat 4:00 gacha uyg'oq edim va uni tomosha qildim. Va men biroz vaqt aytmoqchiman. Bilasizlar, sizlar bu albom ustida juda uzoq vaqt mehnat qildingiz. Muxlislaringizga bu juda yoqdi. Sharhlar juda ajoyib bo'ldi. Men hamma joyda 5 yulduz baholarni ko'rdim. Qo'shiqlar hammaning boshida aylanmoqda. Klip juda chiroyli ishlangan va men shu narsani ahamiyatini biroz his qildim. Chunki bu nihoyat ulkan va muvaffaqiyatli qaytish bo'ldi. Hamma sizlarni juda ham yaxshi ko'radi. Shunday samimiy tanishganingiz uchun rahmat. Siz sahnada sakrab yurgan edingiz. Siz to'pig'ingiz tayyor bo'lgan edingiz. Mendan chiqib qoldi. Bu men o'zimda ko'rgan eng ajoyib narsa edi. Sizning shifokoringiz ustida yaxshi demadimi? Men harakat qildim. Bu men ko'rgan eng zo'r narsa edi. Boshqa a'zolar esa bunaqa maskanlarga meni qo'yishdi. Ehtiyot bo'l. Axir yana boshqa to'pingizni ham jarohat olishingizni istamaysiz. Shundaymi? Lekin hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Xullas, ha. Xo'sh, endi to'g'ri biroz bosilgach, men ayran qanday yaratilgani haqida biroz tafsilot gaplashmoqchiman. Bu albom boshlanishi va qaytishni ifodalaydi. Ayran sog'inch va o'z uyingizga qaytish yo'lini topish haqida. Va bu oqshom xuddi o'sha voqeaning ro'yxatidagi shaklini bo'ladi. Mana 4 yildan so'ng yana birgasizlar. Bilishni istardim. Yana birga ishlash va sizlar uchun qanday tuyg'u bo'ldi? Qanday his qildikmi? Sen nimani his qilding, Jimin? O'zing soch bilan. Rahmat. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Men juda xursand bo'ldim. Eng muhimi shuncha uzoq vaqt ariq bo'lganimizdan keyin hammamiz yana shu yerda birgamiz. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan keyingi narsam shuki, men sizlarni juda sog'indim va oxirgisi nihoyat sizlar uchun chiqishni ko'rsatish imkoniga ega bo'lganingiz uchun katta baxt. Sizlardan Sim qo'shig'i haqida so'ramoqchi edim. Yaxshi. Bu qo'shiqni eshitganimdan beri bu qo'shiq xayolimdan ketmayapti. Men uni xayolimdan chiqara olmayapman, ammo bu qo'shiq insonlar o'rtasida aloqa va hislarni chuqur
anglatadi. Men shuni bilmoqchiman. Bu sizlarning har biringizga shaxsan qanday tuyg'u bo'ldi? Siz ham ko'plab ma'nolarga ega. Masalan, oldinga harakat qilish. Buni turlicha tushunish mumkin. Ya'ni uning yagona ma'nosi yo'q. Qo'shiq ortida to'g'rog'i biz sizlar bilan bo'lishishni istagan juda ko'p hislarimiz bor. Va men sizlardan klip haqida biroz so'rasam bo'ladimi? Ishimcha sizlar klip Portugaliyada suratga olgansizlar. Unda go'zal Lili Rinaldi ham ishtirok etgan. Bu klip juda ham chiroyli chiqdi. Klipni suratga olish jarayoni haqida gapirib bera olasizmi? Biz film klip posteri rejissyori bilan yaqindan hamkorlik qilib ishladik va biz ijodiy g'oya va konsept haqida ko'plab suhbatlar qurdik. Shuningdek, qo'shiq o'rta his-tuyg'ular, fikrlarimiz, muxlislarimizga hamda butun dunyoga qanday qilib eng yaxshi yetkazish mumkinligi haqida gaplashdik. Biz atrofimizda barcha insonlar bilan birga, xodimlar va jamoamiz bilan birga ko'plab ularning hammasi haqida ko'p o'yladik. Bugun bizning rasmiy film performans videomiz ham chiqdi. U hozir Spotify'da mavjud. U yerda bir haftacha bo'ldik va klipni suratga olish paytida juda maroqli vaqt o'tkazdik. Biz ko'p suhbatlashdik va o'sha fikrlar hammada his-tuyg'ular videoda rol berdi. Ishonch hosil qilish uchun birgalikda ishladik. Endi qisqacha qarshingizda turgan mana shu go'zal armiya haqida gaplashsak. Armiya haqida o'ylaganingizda holatingizni endi boshlagan paytingiz va hozirgi vaqtingizni solishtirsak qanday o'zgarishlar sezgansiz? O'zgarmay qolgan biror narsa bormi va o'zgargan narsalar ham bormi? Siz aytgandek, ular yanada go'zal bo'lib qolishdi. Ularga qarang. Masalan, bu biz umuman kutmagan darajada sovuq ob-havo edi. Nyu-Yorkda bunaqa sovuq bo'lishini kutmagandik. Shu sababli hamma shunday narsalarni kiyadi. Xuddi mana shunday yubka jaket, lekin ular shu yerda va hammamiz bilamizki, bu armiyalar soatlab kutishgan. Buning uchun minnatdorman. Sizlar dunyodagi eng go'zal insonlarsiz. Bilasizmi, bu dunyoda sevgi New York armiya. Ko'rdingizmi? Yangi albom yaratish jarayonida bilishimcha sizlar birgalikda Los Anjelesga borgansizlar va sizlar birga yashagansizlar. Xo'sh, Los Anjelesga borish qanday bo'lganini aytib bera olasizmi? Chunki bu albomda umuman o'tkazib beradigan qo'shiq yo'q. Ya'ni men Merry Go Round qo'shiq orasida bog'lanib qolganman. Men ham Japon normal qizman. Juda chiroyli edi, chunki biz 2009-yildan beri turli joylarda yashab kelganmiz. Qariyb 7 yil davomida hammamiz, bilasizmi? Turli joylarda yashab kelganmiz, lekin 2 oy birga yashash juda qiziqarli bo'ldi. Biz hujjatli film suratga oldik va unda 2 oy birga yashaganimiz jarayonni ko'rishingiz mumkin. Va bu juda maroqli bo'ldi. Hozir ozgina teatr bilishni istardim. Aytingchi, masalan, nima haqida? Kimning ko'p tartibsizlik qiladi? Kimning tartibsizligi biz birga yashagan paytimizdami? Jungkook. Ha, to'g'ri, Jungkook hatto chamadonni ham joylamagan ham. Demak, Jungkookning chamadoni 2 oy davomida doim polisida ochilgan holda yotgan. Bu aynan Jungkookga xos. Men hujjatli filmni ko'rishni tartib-sabrsizlik bilan kutyapman. Men kutolmayman. Menga ishoning, juda qiziqarli bo'ladi. Demak, sizlar hozir birinchi marta chiqish qilmoqchimisizlar? Bu uzoq tanaffusdan keyin AQShda ilk chiqishingiz. Buni qanday his qilyapsizlar? Hammamiz birga shunday chiqish qilmaganimizga juda uzoq vaqt bo'ldi. Shuning uchun biroz hayajonlanyapmiz. Ammo sizlarga tayyorlagan barcha ajoyib narsalarimizni ko'rsatishni juda intiqlik bilan kutyapman. Xo'sh, unda men sizlar bilan bir o'yin o'ynamoqchiman. Mening sevimli qo'shig'im normal, xo'sh, bir o'yin o'ynaymizmi?
Hozir mana bu javob taxtachilari. Men esa sizlarga bu savol beraman va agar mutlaqo normaldek tuyulsa, normalni ko'rsatasiz yoki agar nimadir biroz g'alati tuyulsa, hali ham to'g'ri emasdek yoki biroz noqulay bo'lsa, unda Alien taxtachasini ko'taramiz. Yaxshi. Sizlardan so'ramoqchi bo'lgan birinchi savolim normal yoki Alien? Alien sizlar bilan birga qo'shiq modellarni ko'rayotganini ko'rsangiz. 3, 2, 1. Menimcha bu vaqtda bu juda normal. Rosta normal. Ha, barcha armiy ular eng zo'ri. Ular eng zo'ri. Xo'sh, yoshligingizda idolangizni tomosha qilish haqida. Yaxshi. Okay. On a 3, 1, 2, 3. Alien? Hello DJ. Demak faqat vi. Come on, you Voy, changed sen your pedal. javobingni almashtirib qo'yding. Yo'qmi? Normalmi? Normal? Okay. Normal. Alien. Why? Nima uchun normal? Nega men o'zimning yosh paytimni ko'rsam bu alien bo'lishi kerak? Men ham xuddi shunday tushundim. Bu shunchaki tez ko'rishni xohlamaydigan yuz emas. Men juda yoqimtoy edim. O'tgan hafta yoshligimda suratlarimda birini ko'rib qoldim. Menimcha buning sababi hozirgi yuzimga, o'tmishimdagi o'zimga ko'ra ko'proq o'rganib qolganman. Sizlar tez orada yana gastrolga chiqmoqchisizlar, to'g'rimi? Ha. Sizlar ajoyib gastrol turini e'lon qildingizlar yaqin kunlarda. Ha, tez orada, yaqin kunlarda. Shunday deb o'ylab qoldim. Gastrol payti juda ko'p sayohatlar bor. Qayerda ekaningizni unutib qo'yish normalmi yoki Alien? Yana qaysi tarafda ekaningizni umuman. Yaxshi. Okay. On a 3, 1, 2, 3. To'g'ri, ba'zan shunday bo'ladi. Ha, yana g'alati, ba'zi juda g'alati, kamdan kam. Ammo siz hech qachon sahnaga chiqib, qayerda ekaningizni unutib qo'yganmisiz? Lekin sizlar hech qachon Nyu-Yorkda adashib qolmaysizlar-ku. Nyu-Yorkda emas. No. Aslo Nyu-Yorkda emas. Qilinadigan juda ko'p qiziqarli narsa, albatta. Sizlarning o'tgan paytingizni ko'rdim. Sizlar aeroportga kelgan paytingiz, xuddi Alipay so'z jamoasiga ko'ringansizlar. Sizlarning barchangiz slim kiyimlar edingiz. Obrazingiz juda zo'r. Jamoangiz a'zolari ham bu xuddi sizlar ajoyib jamoa kabi edingiz. Xo'sh, to'xtang, o'sha kiyimlar trendga aylangan. Bu normalmi yoki Alien? Okay. Yaxshi, javob. Voy xudoyim. Mayli. Normal? Alien. Buni sizlardan so'rash biroz g'alati tuyulyapti. Sizlar uchun dushda qo'shiq aytish normalmi yoki Alien? 1, 2, 3. Normal. Sizningki qaysi? Hech qachon qo'yadigan qo'shingiz qaysi? Dushda qo'yadigan qo'shingiz qaysi? The Dress. Dijon? Ha. Alright. What's your Dushda song? ko'radigan qo'shig'ingiz shumi? 7 mi? Normal. Okay. Normal, What's your yaxshi. song? Dushda ko'radigan qo'shiqingiz qaysi normal? Kelasenda pamishami senda kut. Yaxshi, ajoyib. Demak, oramizda dushda qo'shiq qo'yilmaydiganlar ham bundan mamnunman. Sizlarga beradigan yana bir savolim yo'qinda emas. Uyga kirishingiz bilan darrov kiyim almashtirish sizlar uchun bu normal ekan. 1, 2, 3. Nima? Juda kir. Men juda tashqarida kiygan kiyimlarni kiyib yurishni yoqtirmayman va xohlamayman. Menimcha ba'zilaringiz uyga kelganingizda yoqimli Instagram sirlarini ochishlasizlar, shuning uchun darrov kiyim almashtirmayapsizlar. Men shuni aytmoqchimanki, ovqat yeganda keyin darrov tishlarini yuvayotgan odamlarni juda hurmat qilaman. Ular noodatiy. Bilasizmi? Buni qanday uddalaysiz? Shuning uchun shunday odamlarga juda katta hurmatim bor. Qo'shilaman. Men qo'shilaman? Sen qo'shilasanmi? Sizlar aliensiz, men esa odatda kiyimlarimni almashtiraman. Men uyga kelganimda bunga qanday erishding? Yaxshi, aytmoqchimanki, doim kiyimsiz va men buni yomon ko'raman. Yalan Ho-Chi-Minh? Ha, buni yoqtiraman. Juda ko'p ma'lumot.
Okay. Menimcha hammani tinchlantirishimiz kerak. Eski soch turmagingiz yanada ko'rsatga qanday tuyuladi? Normal. Men sugani bilaman. Sugada oy soch bilasizmi? Taxminan 4 marta o'zgartirdi. Bu soch turmak 2003-ni eslatadi. Suganing soch turmagi juda menga farqi yo'q. Okay, Normal yoki alien? Kim doim o'z vaqtida keladi? 1, 2, 3. Jimmy, siz doim kechikasiz, yo'qmi? Jimmy juda ko'p vaqtni qo'riqxonada sarflaydi. Rostdan ham. Bo'ldi-da. Men yolg'on gapirmayman, Jexo, bu sen? Bu sen. Ha, bu to'g'ri, yaxshi. Men sizlardan butun dunyodagi muxlislar so'ragan savollarni so'rayman. Ba'zi savollarni so'ramoqchiman. Ushbu albom orqali nimaga qanday xabar qilmoqchisizlar? Birinchi narsa bu biz shu yerdamiz. Ikkinchisi biz bu yerda birgamiz. Va men sizlarning maqsadingizdan bir savolni so'ramoqchiman. Sizlarning birinchi qo'shig'ingiz Swim. Lekin ular bilishni xohlashadi. Kim eng kuchli suzuvchi? JK. Aslida hech birimiz suzishni yaxshi ko'rmaymiz. Men suza olmayman. Hammamiz ham buni uncha yaxshi qila olmaymiz. Ammo JK kimdir suzishni yoqtirmaydimi? Kimdir bundan nafratlanadi. Men yoqtirmayman. Suzishni yoqtirmayman. Eshitishimcha suzishni yoqtirmaysiz. Ha, sen suvni yoqtirmaysanmi? Qani suzishni yoqtirmayman? Yo'q. Men suvni yaxshi ko'raman. Men suvni yoqtirmayman. Shunchaki bunga qiziqmaysiz, ha. Yoqimtoy suvga. Endi esa bugun bu yerda bo'lgan bir kishining savolini bermoqchiman. Qaysi qo'shiqni yozib olish eng zavqli edi? Qaysi qo'shiq? Biz yozib bo'lganimizda. Men o'ylashimcha Hooligan. Ha. They're so funny. Ammo men buni juda yomon ko'rganman, chunki buni qilish juda qiyin. Men ham. O'z versangizda qila olasizmi? Men ham buni unchalik yaxshi qila olmayman. Shunchaki harakat qilib ko'r. Qilolmayman, buni ko'rdingizmi? Buni qila oldi. Buni qilish juda ham qiyin edi. Xo'sh, bugungi kechani yakunlashdan oldin biz bir sokin lahza yaratmoqchi edik. Sahna sizniki. Suki, buni qilganingiz uchun rahmat. Bolalar, men sizlarni juda yaxshi ko'raman. Men siz uchun juda xursandman. Men bundan zavqlandim. Bu biz uchun juda katta ahamiyatga ega. Amerikadagi ilk chiqishimiz aynan shu yerda bo'ladi. Va Spotify'ga rahmat. Bizga shunday imkoniyat berganingiz uchun va albatta eng oxirida biz bilan yana birga eganingiz uchun juda katta rahmat. 4 yil o'tdi, lekin hozir biz mana shu yerdamiz va biz yetamiz va sizlarning barchangiz bilan Army. Biz va siz bo'ldi shu. Biz dunyoni zabt eta olamiz. Sizga katta rahmat. Endi esa sahnaga chiqish. Olg'a. Yaxshi bolalar. Men sizlar bilan xayrlashib olmoqchiman. Endi esa bittasining chiqishini ko'ramiz. Kim tayyor? Tayyormisiz? Sizlar tayyormisiz? Mayli boshlaymiz. Olg'a. Hammaga xayrli tun. Olg'a. Suzishda davom eting. Sizga katta rahmat, BTS. Rahmat, Spotify. Xayrli tun, Army. Katta rahmat, Suki. Thank you.